Ona derdi. 10 yildirki bir oila yashar edi farzandsiz, lekin ular totuvda kun ko'rardi janjalsiz. Ota-ona to'xtamay doim duo qilardi, Alloh mehribonligin, chunki ular bilardi. Ona bir kun tushida ilohiy nur ko'ribdi, bu tushning ta'birini so'rab surishtiribdi. Keyin bilsa bu oila nasib ishda bo'larkan, buni eshitgan ota ham yig'lab ham kularkan. Kunlar ko'p kunlarni ancha vaqtlar o'tibdi va nihoyat bu uy ham farzand ismini bilibdi. Bo'libdi to'y tomosha, hamma xursand shod edi. Ota so'z uchun chiqib, o'g'illi bo'ldim dedi. Barchasi zo'rlik bola, tug'ilganda nimjonroq, bolaning hayoti uchun bor edi kichik so'roq. Bola kasalmand edi, kuydirdi onasini, axir u sevar edi bu mitti bolasini. Bir kuni bu kichkintoy ketib qoldi hushidan, ona qotib qolgandi bolaning bu ishidan. 3 kun o'tdi oradan, bola hech ham turmadi, ona yilib yugurdi, biror usul qolmadi. O'sha 3 kecha kunduz ona tinmay yig'ladi, yorug' nurli farishta o'z yuragini tirnadi. Tuz totmas edi hech ham, farishta so'lib qoldi shuncha yig'idan keyin. Ona ko'r bo'lib qoldi. Allohning hukmi ila bola keldi o'ziga, lek ona to'ymagandi uning qora ko'ziga. Biz ham nima der edik, balki shu asli taqdir, barcha narsa Allohdan. U zotning hukmi haqdir. Mening yagona o'g'lim dunyo turguncha tursin, dedi ona o'ziga. O'g'limning ismi Tursin. Yillar qo'yib yillarni bola ancha ulg'aydi, Tursin esini tanir, lek darxin bilmaydi. Bari a'lolik bola jirkanardi onadan, sekin chiqib ketardi ona turgan xonadan. Onaizor bir kuni jonim bolam kel dedi, axir sensan hayotim, borimsan-ku sen dedi. Lek Tursin bu gaplarni ilmadi hech quloqqa, asta ochib eshikni o'ynab ketdi qayoqqa. Ona mahzun jim edi, tiyilardi yig'dan, lek u xafa emasdi Tursinning qilig'idan. Bu sukunat uzoq vaqt davom etdi to'xtamay. Ona hamon o'tirar, nima qilishini bilmay. Bilmadim nelar o'tdi u zotning ich-ichidan, lek u xafa emasdi Tursinning qilig'idan. Nima derdik onada, o'ylaydi bolasini, avaylaydi doimo ko'zining qorasini. Ammo alam qilarkan, shuncha yilib yugursang, biror rahmat o'rniga farzanddan zahmat cheksang. Yillar qo'yib yillarni Tursin ishlay boshladi, har tuni uyga kelib ona ko'zin yoshladi. Ko'rmasniga ko'zingiz, or qilaman men sizdan, iltimos uydan keting, nima xohlaysiz bizdan. Ona ko'zda yosh bilan bu do'stlarim chaqirishga uyalyapman men, axir aytganimni bir qiling. Emassiz-ku tosh bag'ir, erta tong sahar sizni u yoqqa eltib qo'yay, siz ham mendan, men sizdan sal ertaroq qutulay. Ona ko'zda yosh bilan bu gapga rozi bo'ldi, o'g'il uchun ertadan uning onasi o'ldi. Ona ketdi u yoqqa, o'g'il xotirjam edi, Tursin sekin o'ziga, bo'ldi qutuldim dedi. Qariyalar uyida, onaxon qoldi yolg'iz, o'g'il xayr demadi, gapirmadi bir og'iz. Uyga keldi-yu Tursin, hayotim mazza dedi va uning miyasiga ajoyib fikr keldi. Birodaru do'stlarini chaqirdi u uyiga, qiziqmay bayram qildi onasining kuyiga. Hamma tarqab ketishdi, ba'zim ajoyib bo'ldi, har kun bo'sh turgan xona shu kun odamga to'ldi. Oradan 5 kun o'tib yo'qlab keldi xolasi. Ahvollaring yaxshimi, singilchamning bolasi? O'zi qayerda singlim, nima qilib yuribdi? O'g'il rostini aytsa, xolasi xo'p kulibdi. Tursin haziling qursin, aytkim menga rostini, hech nimani yashirma, oqizmagin borini. Tursin dedi gapim rost, hamma gap bori shu, xoh ishoning ishonmang, onamning taqdiri shu. Nima qilding ey o'g'il, tarixing bilmaysanmi, onang chekkan zahmatni, yopsan qilmaysanmi? Xolasi so'ylab berdi Tursinning bolaligin, sen bilmaysan onangning farishta onaligin. Bola turdi o'rnidan, ketdim onam yoniga, uzr so'rab tiz cho'kay farishtamning poyiga. O'g'il bu haqiqatni ancha kech bilgan edi, o'g'il yetib borganda onasi o'lgan edi. Qancha qilsa ham faryod, endi bo'ldi foyda yo'q. O'lgan inson qaytmaydi, undan boshqa qoida yo'q. Bola edi kasalmand, kuydirdi onasini, axir u sevar edi bu mitti bolasini.